Farg'ona shahrida O'zbekiston Respublikasi Tovar xomashyo birjasi aksiyadorlik jamiyati Farg'ona filiali tomonidan elektron davlat xaridlari tizimining imkoniyatlari, qulayliklari va tadbirkorlar uchun yaratayotgan yangi shart-sharoitlarga qaratilgan seminar tashkil etildi. Unda soha vakillari, mahalliy ishbilarmonlar hamda fermer xo'jaliklari qatnashdilar. Tadbir ishtirokchilariga ekoplatforma va AgroO'zX elektron platformalarining vazifalari, ularning qishloq xo'jaligi mahsulotlari, oziq-ovqat hamda sanoat tovarlarini elektron tarzda sotish va sotib olishdagi imkoniyatlar haqida batafsil ma'lumot berildi. Mazkur platformalar orqali xarid jarayonlarining shaffofligi, tezkorligi va ortiqcha qog'ozbozlikning kamayishi ta'kidlab o'tildi. Bu yangi yaratilgan platformada haqiqiy ishlab chiqaruvchilar bilan tovar oldi-sotlarini amalga oshirishlikni afzalliklarini bilib oldik. Ekoplatforma degan platformamizdan mahalliy ishlab chiqaruvchilar ro'yxatdan o'tib, ularda tovar oldi-sotlarini rosa imkoniyatlari yaxshi deb o'ylayman. Sababi ularda faqatgina mahalliy ishlab chiqaruvchilar qatnashish imkoniyati yaratilgan. Оборотlarda cheklanmagan miqdorda tovar realizatsiya qilish imkoniyatlari bor. Eski platformalarimizda, misol uchun mahalliy yoki elektron do'konlarda summagacha belgilab qo'yilgan. Yangi platformada summalar belgilanmagan. Ya'ni haqiqiy ishlab chiqaruvchilar bilan oldi-sotdi qilish imkoniyati yaratilgan. Seminar birja savdo platformalari va ularning servislariga oid savol-javoblar bilan davom etdi. Ishtirokchilar platformalardan foydalanish tartibi, elektron ro'yxatdan o'tish va onlayn hisob-kitoblarni amalga oshirish mexanizmlari bo'yicha o'zlarini qiziqtirgan savollarga mutaxassislardan atroflicha javoblar oldilar. Tadbir yakunida elektron savdo tizimini yanada takomillashtirish, tadbirkorlarning raqamli platformalarga qiziqishini oshirish va hamkorlikda ishlash bo'yicha takliflar ham muhokama qilindi.